povur bo'lib ishlamagan, yo ofitsiant bo'lib ishlamagan millionerlarni kamdan-kam uchratsangiz kerak. Har bitta odam qiynalib katta bo'lgan paytda yoshligida yo povurlik qilgan bo'ladi, yoki ofitsiantlik qilgan bo'ladi. Mana shu jigarimizga o'xshab siz ham yo povur yo ofitsiant bo'lib ishlashni xohlasangiz, ya'ni hozirgi kunda Toshkent shahrida eng brendlardan bittasiga aylanayotgan Sariqbola pitsada ishlashni xohlasangiz, bemalol aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Opisadan nomerlarni qoldirib o'tamiz, hozirlarga ma'lumot berib o'tadilar. Xo'p, bizga kassirlar bilan Powerga. Kassirlar bilan powerlik kerak, to'g'rimi? Xo'p, ish vaqtlari nechadan nechagacha? 3 ta smen bor, den, o'rta smen, noch bor. Den smenamiz ish vaqti 9 dan 7 gacha, o'rta smena soat 12 dan 10 gacha, noch smena kechqurun 6 dan 4 gacha. Ertalab salkam bolotga yaqingacha ekan. Xo'p, oylik maoshlari? Oylik maosh stajirovka bo'lib kelgan powerlar kassirlarga soatiga 12 mingdan to'lanadi. 10 soat ish vaqti bo'ladi. Undan keyin misol powerlar pitseriyasi lavozimiga ko'tarilgandan keyin 15 mingga oshadi soatiga. Asiga oshib boraveradi. Bu yog'i 18 ming, 20 ming, 30 ming soatiga. Normal uringa chiqib qolsangiz bo'lar ekan. Qancha uzoq ishlasangiz, shuncha ko'proq oylik topishni boshlayapsizlar. Xullas kalom, bolalar, qizlarga ham bu ishimizda qizlar bolalar hammani ishga olib boradi, to'g'rimi? Power ham, kassir ham bo'ladi. Kassir bo'lib yo power bo'lib ishlashni xohlasanglar, именно mana shu Sariqbola pitsada ishlashni xohlasanglar, mana shu opisanadagi nomerlarga bog'lanasizlar. O'ziga sizlarga yana qo'shimcha ma'lumotlarni berib o'tishadi.